Üçüncü bab, xoşallıqqa erişishning qadam bosqichlari. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Şeyhülislam İbn Qayyim rahimuhullah'ның bir dostqa samimi nasihat risalesinden 3. bab, xoşallıqqa erişishning qadam bosqichlari temasini o'qiymiz inshaalloh. Xoşallıqqa erişishning qadam bosqichlari. Kishilar ko'ngil bo'lishga, shundaqla shu vaqtda bilim va tonishga ega bo'lishga tegishli ishlardan biri shuki, yuqoriqilarni ro'yobga chiqarish irodasini hozirlashdan sirt insonlarning boshqa jonliqlar texmi shundaq. Xoşalliq, rahat, farog'at va yaxshi turmushga intiladiganligini bilishdir. Bu orqali ular o'zlari ishga oshirmoqchi bo'lgan nishonga zid ahvolning ko'rilishidan saqlana oladi. Aniqki, bu barliq maxluqotlarning ishga oshirishi talab qilinadigan nishondir. Bu nishonni ishga oshirish tövendikidek 6 bosqichni tamomlashni shart qiladi. Birinchi, nimaning o'ziga mos keladiganligini va manfaat ilib keladiganligini, shundaqla o'zining xo'shalliqqa, ozodlikka, yaxshi turmushga erishishini kapolatga ega qiladiganligini bilish. Ikkinchi, shu nishonga yetkazadigan yo'lni bilish. Uchinchi, shu yo'lga qadam qo'yish. To'rtinchi, nimaning o'ziga ziyon yetkazadiganligini va oqibatda hayotini qalaymaqonlashtiradiganligini bilish. Beshinchi, shuningga sabab bo'ladigan yo'lni bilish. Oltinchi, shu yo'ldan yiroq turish. Xo'shalliq, lazzat va taqvodorlik faqat yuqorqi bosqichlar orqali ro'yobga chiqadi va mukammallashadi. Aksicha bo'lganda bu 6 bosqichning birasiga yoki hammasiga ergishilmasa, kishining hayoti qalaymaqonlashib, salbiy ta'sirga uchraydi. Aqlli odamlarning hammasi mushu 6 ko'rsatma bo'yicha harakat qilishga urinsimi, ularning ko'pinchisi o'zi orzu qilgan foyda va natijani qo'lga keltira olmaydi. Bu bir bo'lsa ularning bu jihatda to'g'ri ko'z qarash va bilimga ega bo'lmaganligidan, yana bir bo'lsa shu nishonga yetkazadigan yo'lni bilolmaganligidan bo'ladi. Kishilarning bu ikki xatolikni sodir qilishining sababi nodonlik bo'lib, ilm o'rganish bu masalani hal qiladi inshaalloh. Ba'zi ahvollarda bir odam o'ziga mos keladigan va foyda elib keladigan ishlarni, shundaqla uningga boshlaydigan yo'lni bilish kerak. Shundaqdimi, uning o'zi orzu qilgan yaxshi natijani qo'lga keltirish urinishlariga va shu yo'lga qadam qo'yishiga to'sqinlik qiladigan orzu, havaslari bor bo'ladi. U har qitim shu yo'lda mangmoqchi bo'lganda, uning nafs xohishi va orzulari yo'lini to'sib oladi. Halbuki u nafs xohishi va orzularini yengib, o'ziga manfaatlik shu nishonni ishga oshirish yo'liga qadam qo'yish uchun uningda cho'qim intayin kuchlik muhabbat yoki birozliqqa bardoshlik berguchi chidamchanlik bo'lishi kerak. Oldingi ahvolda u cho'qim Allohni, uning elchisini, oxiratni, jannatni va Allohning ne'matlarini o'zining xohishi va orzusidanmi bakrak yaxshi ko'rdi. Shundaqla bu ikki yaxshi ko'rishni birlashtirgili bo'lmaydiganligini bildi. Shunglashqa u o'zi azroq yaxshi ko'radigan narsalarning o'rniga o'zi eng yaxshi ko'radigan narsalarni tanlashni qaror qildi. Keyingisiga kelsak, u o'zining xohishi va orzusiga moyil bo'lishning oqibatini bildi. Shunglashqa u o'zining nafs xohishi va orzusiga ergishishning uni uzun muddat davomlashadigan
qo'rqinch va azobga duchor qiladiganligini va buning nafs xohishi va arzusidan voz kechish sababidan tortadigan azob uqubatlardanmi ko'p ig'ir bo'ladiganligini bildi. Bu ikki xil muhabbat uning yuragiga o'rnagan taqdirda uningga nimani qo'yib, nimani tashlash kerakligini bildirdi. Chunki bizga ato qilingan aql farosat bizni nisbatan azroq yaxshi ko'radiganning o'rniga eng yaxshi ko'radiganni tanlashga, shundaqla eng yoqtirmaydigan narsadan qutulish uchun nisbatan azroq yoqtiradigan narsalarga bardoshlik berishga yetaklaydi. Siz bu prinsipni tonib yetgandan keyin kishilarning tafakkur usulini tushuna olasiz. Shundaqla aql bilan g'ofilni farqlantira olasiz. Hamda kishilarning aqlliq darajasini bilib olasiz. Darvaqa ko'z oldidagi o'zining hayotini va oxiratligini vayron qiladigan o'tkinchi xushalliqni tanlagan odam aniqli g'ofildir. Chunki inson qandaqsiga bir tushga o'xshash o'tkinchi, shundaqla tushida o'zini yo'qlab kelgan kishi bilan o'tkazgan paytchiliklar qisqa lazzatni tanlab, adoqi xushalliq va mangulik lazzatdan voz kechalaydi. Kishi azob oqibatga yondashib keladigan, shundaqla azob orqali qo'lga keladigan natijasi azobdan boshqa narsa bo'lmagan bundaq arzimas foniy xushalliqlar uchun qandaqmi hammani qurbon qila oladi. Aqlli kishilar bu xil arzularning azobini lazzatiga, ziynini foydasiga selishtirib ko'rganida cho'qim o'zi va aqlidan nomus qilib ketadi. Shunga u hargizmi bu xil arzularni qo'g'lashmaydi yoki uning bilan hapilishib vaqtni isrof qilmaydi. Ularni ko'zlar ko'rib boqmagan, quloqlar anglab boqmagan, hech kimning aqligimi kelib boqmagan mangulik ne'matlardan muhim bilib ketadigan ishni texmi qilmaydi. Shubhisizki Allah subhanahu va taala mu'minlarning jinini jannatdagi ne'matlarning badaliga setib oldi. Shundaqla o'zi boshqa maxluqotlardan ustun qilgan va eng yaxshi ko'radigan kishi, ya'ni insoniyatning eng yaxshisi ve Allah subhanahu ve taalaning payg'ambari Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem arqılık bu to'xtamni tuzdi. Shundaq ekan, aqlliq odam qandaqmi osmonlarning va zaminning Rabbi setib olgan badili jannatda Allah subhanahu ve taalaning ulug' yuzini ko'rish va ovozini anglash bo'lgan. Yeni kelib shu vaqtda Allah subhanahu ve taalaning payg'ambari orqali ahdi tuzishdan iborat sharafga nail bo'lgan bu tovarga qandaqmi sal qariya oladi? Uni qandaqmi isrof qila oladi yoki vayron qila oladi? Kishi qandaqmi bu katta ne'matni isrof qilib arzimas fani hayotga rozi bo'ladi? Haqiqatan bu ziyonlarning eng cho'ngi bo'lib, qiyomet günü taqvodorlarning tarazisi ig'ir, ziyon tortquchilarning tarazisi yenik kelganda bu ziyon shu kishiga to'liq ayon bo'ladi. Alhamdulillah, yuqorida İmam İbn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning bir do'stga samimiy nasihat degan risolasidan 3-bob xushalliqqa erishishning qadam bosqichlari temasini oldinglar. Kelar qitimda 4-bob haqiqiy baxt va xushalliq temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.